Assalomu alaykum barcha obunachilar, hurmatli YouTube ishg'ollar uchun Chinoz kanaliga yashadik, qadrli azizlar. Bugun 2025-24 may shanba kuni. Yangiyo'l tumani Yangiyo'l mol bozorida mayda qo'nochilarning haqida videoz o'qamiz, ketib birgalikda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi keldinglar. Qo'nochilarni olib kelishdi akamiz mana. 3 bosh aka. 3 bosh yoshiga to'lgan. Hali oylik zola. Zola. Qayer mollar aka? Kelesi olib kelishadi. Yeb ishlariga javob beringlar, sog'lom. Sigir qilamandiganga zo'r qo'nochilar keldi. Bo'ylar bir atrofida. Mana ko'ringlar akalar. Aka bular narxi qanaqa bo'lyapti? 12 milliondan so'radik, 10 milliondan qilishdi. Bir joyda quyuq suyuq. Ozgina to'g'ri kelmayapti mo'ljalga. Sal qo'shsa sotiladigan buzoqlar bor akalar, mana ko'ringlar. Bir-biridan chiroyli, tiniqlari kelgan Yangiyo'lga Xudo xolasa akamni olib kelgan, o'zaro olib kelgan. Qiziqqanlarga, qo'nochi olaman deganlarga mana tavsiya qilib qolamiz. Akamiz uchasizlar, ismingiz kim? Shuhrat aka uchasizlar, qo'nochini zo'rlari har doim bo'ladi. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz aka. 93lik 518 0042 aloqa chiqasizlar, qo'nochining egasi bo'lasizlar. Aka charchamay, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa, kuningiz xayrli o'tsin. Ko'ringlar qo'nochilarni, tanlab olaverasizlar. Assalomu alaykum, o'rmaylar akalar. Mana qo'nochilar sotilyapti. Qo'nochilar ukalasi ham aka? Necha yosh bular? 1 yashar atrofida. Qayer mollar? Ha? Qatro gap eshitmayapti. Qayer mollar? Sho'roni oladi. Sho'ra mol bozor. Ha, bo'ldi, yo'ldan keldinglarmi? Sho'ra mol bozor olib kelishdi akalar, qo'nochilar sog'lom, etlari zo'r, mana ko'ringlar. Yoshga to'lgan aka bular. Yoshiga to'lgan. Qanajon hamma yeb ichib javob beradi. Muammo yo'q undan. Jersini bolasi bor. Jersini bolasi. Demak, Xudo xolasa sigir qilaman degan nomerlari ham bor ekan. 93 63 93 76 bittasi nomer yo'q ekan. Jaykan bunisi. Jaykan. Demak, ikkita zo'ri, tozasi bor, Xudo xolasa. Maza qilib boqaman deganlarga, sigir qilaman deganlarga zo'ri. 99lik. Narx qanaqa buni aka? Narx aytaylik. 12 dan kami bor. 12 million so'mdan kami bor mana bu qo'nochilarga. Hammalarga 12 dan kami bor. Bunisiga 13 kami bor. Bozor qancha qildi aka? 11 dan qo'ydim. Bittasini mana 11.5 qildi. Buni 11.5 qildi, bilan 11 dan bermadingiz. Bo'ylari qancha? 1.5 10 dan baland. 1.10 1.5 atrofida. Quyuq suvi, pili suyunuz. Demak, qo'nochi qilsiga qilgan akalarimiz Sho'ra bozoridan kelgan akalar. Ismingiz kim? Murat akamiz qo'nochilari. Nomer qoldirasiz, to'g'rimi? 99lik 003 76 67 aloqa chiqasizlar, shu qo'nochining egasi bo'lasizlar, xudo xolasa aka. Aka savdolarni bersa, kuninglar xayr, sog' bo'ling. Charchamanglar aka. Assalomu alaykum, hormaylar. Qo'nochi sotilyapti, mana ko'ringlar. Aka, necha yosh bu jonivor? 1 yosh. Bir atrofida. Qayeri moli? O'zimiz Toshkent viloyati Yangita, to'g'rimi aka? Yeb ichiga javob berasiz. Mana. Bo'yi qancha bo'y aka? 1 metr bormi? 1.5. Ana joni sog', qo'noch sotiladi. Sigir qilaman deganlarga, xudo xolasa, etlari zo'r ekan. Orqaga olaylik, turaveramiz. Mana ko'ringlar. Aka, bunga qancha so'raysiz? 12 kami. 12 million so'm kami bor. To'g'ri tomonga. Gap yo'q. Ko'ringlar. 12 million kami bor. Sog'lom qo'nochi. Aka, bozor qancha qildi buni? Ertalab 11 ga bermagandingiz, hozir 10.5 qilishyapti. Endi ertalab beraversangiz bo'lar ekanlar. Endi bozorda aka bu. Bir kunda. Sigir qilaman deganga zo'r ekan, xudo xolasa, ranglari tanab. Bir-biridan zo'r qo'nochilar kelgan bu akalarim, kelinglar Yangiyo'lga, xudo xolasa zo'r tanlab ketasizlar. Aka, charchamay, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hormaylar. Katta qo'nochi sigir qochmagan aka? Yo'q, qo'nochi. Qochmagan hali, sigir bo'ladi, xudo xolasa. Qayeri mol aka? Chinozdan kelishdi. Gap yeb ichiga javob beriladi. Yirigidan so'ra kattasi so'raganlarga hali qochmagan. Yirik yoshi Cho'yarmoq. Ko'ringlar mana. Gap yo'q. Tanajoni bo'yi ham 1.40 bor. Bunga qancha so'raysiz? 17 million so'm kami bor. Sizlar bergan joylari bor. Bozor qancha qildi? 15 ga bermadingiz. Ha. Ozgina qo'sa ketadi. Yeb ishlari zo'r, tanajoni sog'. O'zimizni Chinoz mol ekan. Qiziqqanlarga, qo'nochini sigir qilaman deganlarga nomer qoldiramiz. Nomer qoldir. 97 114 27
tegib ismingiz kim? Isroil? Shuroq. Bo'ldi. Aloqa qilsa xudo sizga sotiladi qo'nojonimiz. Ko'rib, yurgizib tekshirsangiz bo'ladi. Mana qo'nojonni umid ko'rsa. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuringlar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Hormaylar. Qo'nojin qochmagan aka bu. Qayeri moli? O'zimiz yangi yil messi qo'nojini. Bo'ldi, aka. Yosh nechida buni? Endi o'tgan yoshdan. Sigir qilaman deganga, xudo xohlasa yaxshi qo'nojin ekan. Eti ham, o'zi ham zo'r. Yebish qanaqa? Javob berasiz. Bir haftaga javob. Yangi yo'lni qo'nojini bo'yi 1.15 bora, 1.20. Ha, 1.20. Demak, sog'lom qo'nojin. Sog'lom. Narx-navosi 13.5 qilyapti bo'lsa. 13.5 qilib berma deysiz. Hozir qo'shish kerak. Hozir qo'ysa sotaveradi. Hozir qo'ysa sotiladi. Bo'lar 13.5 bo'lsa, qancha 14 bo'lsa ketadimi? 14 bo'lsa. Gap. Dangal sotadi. Tars dedi-yu. Ko'ringlar, yoqtirsanglar, aka ismingiz kim? Ismingiz? Alisher aka qo'nojonlar. Aka, qiziqqanlar nomer qoldiramizmi? Sotib ketib qolsa-chi? Xaridor. Naqding xaridori. Bo'ldi. Bo'ldi. Aka, charchamang, sog' bo'ling, savdoingiz bersin, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormayga. Qo'nojon olaman deganlarga qo'nojonni yoramanlar kelibdi aka. Mental charchishmi aka? O'zimiz hech kim. Men olganmiz biz. Tirikchilik. Sifat etlari zo'r. Qochmagan. Qochmayapmiz. Hali qisir. Sigir qilaman deganga, xudo xolasa, ashurlarga. Boqilgan ekan aka bular? Yega. Gap yo'q ekan. Qayeri mol aka? Intifoni Nazarbay ittifoq, to'g'rimi? Ha. Bo'ylari 1.15 bora, 1.15 atrofida. Shunaqa 1.15. Ko'ringlar. Qo'nojini zo'r. Aka bular narxlar qanaqa bo'lyapti? So'rayman ikkalasiga. Ikkalasiga 32 so'rayapsiz, kami bor. 29 qilishyapti. 29 bermay turibsiz, ozgina qo'shish kerak. Qo'shish kerak. Qancha ukalarimiz qo'nojon olaman deganlarga, boqaman deganlarga zo'ri kilo raqam qoldiramizmi? 93lik. 93lik. 051 76 76 59 ismingiz kim? Furqat aka aloqa chiqasizlar, qo'nojon egasi bo'lasizlar. Xohla buni oling, xohla buni oling. Olganlarga dastlabki bormi aka? Dastlabkasi. Olib ketaversin. Dehqonchilik dastlabkilarni tushunmaymiz. Demak, aka kelinglar, savdo qilinglar, savdo sirni sanab ketib. Charchamang aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Qo'nojin mana qochmagan. Qayeri mol aka? Buzoq. Tinchlik, yangi tinchlik. Hali buzoq. Necha oylik? 16 kami bor. 16 million so'm kami bor. Bo'ylari qancha? 1.10 bor, 1.15. Ko'ringlar, erkak sigir qilaman boqsa ham bo'ladi. 14 ga bermayapti. Hozir qo'ysa ketadi. Hozir qo'ysanglar, shu qo'nojon sotiladi. Yangi yo'lda tinchlikni olaylik. To'g'rimi? Gap yo'q. Qiziqqanlarga ismingiz kim? Nuriddin oğullar, ha? Nuriddin boyni moli mana. Ko'ringlar, yoqtirgan akalar nomer qoldiramiz do'stlar. Ayting nomer 33lik 903 66 76, to'g'rimi? Aloqa qilinglar, mana shu buzoqning egasi bo'linglar, xudo xolasa. Savdolarni berib sotib olinglar, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling do'stlar. Mana bu sotilgan sigirimiz 13 millionga baraka bo'ldi. Oldingizmi? Buni oldingiz 13 ga. 13. 12 yarim. 12. Tamam, bu qacha bu? Bu qacha? Bu buqami? Qo'nojon aka. Qo'nojon aka. Qo'nojon 12 bo'ldi, 12 yarim bo'ldi, 13 bo'ldi. Akamni oldilar mana. Aka baraka toping iloy. Olgandan sotgandan baraka topsin. Yangi yo'lda nomer adinglar kelaveringlar akalar mana. Zo'rlari bor dedi-yu. Hozir gap. Assalomu alaykum, hormaylar. Qo'nojon buzoq keldi. Rossiyskiy aka, cho'rlik bo'stirmi? Rossiyskiy. Gapi qayeri moli? Nazarbay olib keldi. Uzun. Necha oylik bu? 2 oyga qarab. 2 oyga qarab ketadi. 2 yarim oy atrofida qo'nojon sotiladi. Ko'ringlar. Toza zot ekalik mana. Qarang. Buni turibdi akamiz o'zlari mana. Aka, bunga qancha so'rayapsiz endi? 10 so'rayapman. Kami bor. 10 so'rayapti-da, kami bor. 2 yarim oylik atrofida qo'nojoncha. Shox endi buzgan ekan-da shoxlar. Ishqot degan. Gap yo'q aka. Bozor qancha bo'lyapti? 87
qilyapti. 87 ga bermadingiz. Bermadim. Ozgina qo'shish kerak. To'qqizimizni ketiradi. 9 bo'lsa sotaman. Gap yo'q. Aka savdo qilgan ekan, hozir ko'rdim savdo. Mana ko'ringlar akalar. O'najon olaman deganlar, o'najon. Toza zoti bor. Aka qiziqqanlarga shu o'najon olaman degan nomer qoldiramizmi aka? Ha, Ayting nomer. 90lik. 186 186 62 ismingiz kim? Sherzod. Akamiz o'zlari, Sherzod akamiz o'zlari. Kelasizlar, shu xonajin egasi bo'lasizlar, xudo xolasa. Sherzod aka charchamang, sog' bo'ling, savdongizni bersa, kuningiz xayrli o'tsin. Charchamang, xonajinni uzoq topib qo'yinglar. Yuzingni olyapti, o'zimni rasmga olyapman.